Kiryapmiz mana. Faqat oldin choyxona bo'lgan. Tayyor bitta xonasi bor mana. Oldida mana ariqi doim suv oqib turadi, hozir oqmayapti. Archalar mana qarang, 10-15 archalari bor, zavorlar bor. Qayrag'och tollari bor mana. Ikkinchi xona. Uchinchi xona. To'rtinchi xona. Beshinchi xona. Oltinchi xona. Bir qadar remont qilish kerak. Mana joy aka, salqin aka. Endi batda choyxona qilsa bo'ladi, hozir yurgizsa bo'ladi yoki buzlab turib kattej qurasizmi, ha? Dasha qilasizmi o'zingizga. Ketdik mana. Xo'p, mana shu joy. Mana shu joylar ham olishga mana. Bitta buziladi. Mana shu ham olishga. Mana endi bitgan. Endi bak, chaklar joy bo'lib ketgan. Akalar mana eski basseyn o'rnatgan. Basseyn qilsa bo'ladi. O'sha betongacha. Mana betongacha общий 10 so'mga joy sotilyapti. Farg'ona shahar Satin Savxoz yoki Frunze masjidda $120 ming deyapti. Ozmoz kami bor.